Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zchilangar jamoasining navbatdagi ishini, navbatdagi buyurtmamiz asosida kacholarimiz yasab tugatildi. Hop, bugungi videomizda ushbu ikki xil ko'rinishdagi katta kacholarimiz haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hop, manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida o'z faoliyatimizni olib boramiz. O'zchilangar nomi bilan YouTube tarmog'ida, ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatimizni olib boramiz. Hop, bugungi videomizda ushbu ikkita kacholimiz haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Birinchi holatda kacholimiz 40 kW quvvatga ega, ikkinchi holatda kacholimiz 60 kW quvvatga ega. Hop, kachollarimizni yasashda Rossiya davlati standarti asosida quyidagi kachollar yasab taqdim qilinadi. Aytib o'tish kerak, O'zbekiston iqlimida bu kachollarimizni biroz kattaroq hududlarga tavsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu holat amaliy tajribamizdan kelib chiqqan holatda kuzatilmoqda. Xo'sh, kachollarimizga ishlatilgan mahsulotlar 4 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий listlardan foydalanamiz. Pastlarda klassniklarimiz turbali bo'ladi, 32 mm diametrdagi turbalar. Devorlari qalinligi 4 mm, natянутый shovsiz turbalardan foydalanamiz. Xullas, kachollarimizni o'ta sifatli holat bo'yicha yasab taqdim qilishga harakat qilamiz. Xo'p, kachollarimizni ko'mirxona sig'imi birinchi holatda 100 kg, ikkinchi holatda 300 kg ko'mir sig'imiga ega. Issiqlik qabul qiluvchi yuzasi kachollarning asosiy faktori bu quvvati, ya'ni teplobmenniklari vertikal holatda yasalgan quyidagi kachollarda ana shu teplobmenniklarimizni qancha issiqlik qabul qiluvchi yuza holati bo'yicha demak kachol quvvati aniqlanadi. Birinchi holatda kacholimizda 4 metr kvadrat yuza hosil qilingan, ikkinchi kacholimizda demak 7 metr kvadrat yuza hosil qilingan. Mana kachollarimizni ichki holati bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsak, eshiklarimizda barcha holatlarda azbestni iplardan foydalanamiz, ya'ni kachollar tutamasligi uchun. Ventilator, ya'ni ulitkadan boshqa hech qayerdan kislorod kirmasligi uchun aynan shu holat bo'yicha kachollarning eshigi yasaladi. Zarad bo'ynigimiz quyidagi holatda demak 6 mm qalinlikdagi listdan foydalanganmiz. Bu rasxodli material hisoblanadi, ya'ni vaqti bilan buni almashtirib turish kerak bo'ladi, ya'ni aytaylik 2-3 yilda. Hop, ichki holati mana ushbu kacholimizda 100 kg ko'mir sig'imi hosil qilingan, ikki taraflama havo purkaydigan kanallar yo'li tashkil qilingan. Mana bir tarafdan ventilatorimiz purkaydi, ikkinchi tarafdan ham aylanib kelgan holatda havo kacholni ichidagi ko'mirni ikki taraflama kislorod bilan to'yintirib yoqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ulitkamiz 135 vattli ulitka qo'yiladi. Relay medivy, ya'ni issiqlik ta'sir qilishi aniqlik nisbatan yaxshiroq hisoblanadi. Quyidagi holatda ikkita qurilmamiz kacholni aqlli holat bo'yicha ishlash imkoniyatini ta'minlab beradi. Xo'p, mana ko'rib turganimizdek, kacholimizga ishlatilgan mahsulotlar 4 mm qalinlik. Xullas, kacholning barcha qismlarida eshiklardan tortib ichki tashqi korpuslarda hamma joyda 4 mm qalinlik ishlatiladi. Aytib o'tgan 32 mm diametrdagi turbalarimiz mana shu klassik o'rnida foydalaniladi. Ichidan suv o'tadi, ya'ni KPDS balandroq bo'ladi kachol, ya'ni cho'g' issiqligini ham kachol o'zida saqlab qoladi. Ushbu turbalarimiz o'ta sifatli holat bo'yicha yasab taqdim qilinadi. Xo'p, keyingi eshigimiz shlaklarni olish imkoniyatiga ega bo'lgan eshigimiz. Mana shu holatda ko'mir yonganda shlak hosil bo'lsa, shlaklarni mana shu yerdan olib tarash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Pastki eshigimiz kuldon. Demak, kullarni quyidagi eshikdan yurishda olib kachol ichini tozalash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Yana mana shu holatda zarad bo'ynik qo'yiladi. Ruchkalar qisib boradigan holat bo'yicha yasalgan. Ruchka kruchok. Demak, qalinligi bu yerda ham 6-8 cm qalinlikdagi demak listlardan foydalangan holatda ruchkalarimiz yasab taqdim qilinadi. Mana shu holatda yopiladi. Ko'mir solinadi, yopiladi, eshiklar zich qilib yopib qo'yiladi. Eshiklarimizda ham ko'rib turganimizdek regulovka qilish imkoniyati mavjud. Sanliklar o'tirib qolish holati bo'lsa, demak, mustaqil ravishda regulovka qilib tutamaslik holatini ta'minlab berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Quyidagi tepadagi eshigimiz vertikalniy kachollarimizni teplobmenniklarini tozalash uchun maxsus eshik hisoblanadi. Mavsumda 1 marta, 2 marta ko'mir
demak sifatiga bog'liq holatda tozalab kotolni KPDsini oshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu yerdan tozalagan vaqtimiz pastdan demak ya'ni bu eshikni ochib demak tushgan qurimlarni olib tashlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mo'risi uchun alohida o'ya qilingan. Demak bu kotollarimizga 160 diametrdagi turbalardan mo'ri o'rnida foydalanish tavsiya qilinadi. O'rni ochiladi va yuqoriga qarab 6-7 metr o'lchamdagi dimoxod qo'yiladi. Dimoxodda ham demak tushgan qurimlarni qo'ydagi eshigimizni ochib tozalash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, kotollarimiz 3 atmosfera davleniyada sinaladi, apressovka qilinadi. Shu bois mana ko'rib turganingizdek zaklopkalar qo'yilgan. 16 mm diametrdagi armaturalardan zaklopkalar qo'yib chiqamiz. Zirvni klapan qo'yish uchun podacha o'rni bu yerda obratga holati bo'yicha kotol taqdim qilinadi. Ushbu kotolimiz 2026-yil bosh hisobidan 15 millionga yasab taqdim qilindi. Xo'p, keyingi kotolimiz 60 kilovatli kotolimiz. Xo'p, eslatib o'taman, kotollarimiz Rossiya davlati standarti asosida yasab taqdim qilinadi. Bu kotolimizda ham xuddi shunday holat bo'yicha ish faoliyati olib boriladi. Mana tozalaydigan eshigi, kotolimizni balandligi 170 cm ni tashkil qiladi. Bu yerda ham qo'yiladi. Kotol ko'mirxonasi ko'rib turganingizdek chuqur, anchagina 300 kg ko'mir sig'imiga ega. Qovurg'a o'rnida 89 diametrdagi turbadan foydalanganmiz. Turbamiz qalinligi 1 cm ni tashkil qiladi. Pastda ham sifatli 32 mm diametrdagi turbalardan foydalanganmiz. 4 mm qalinlik, natянутый beshshovli turbalar, ya'ni kotolni uzoq yil xizmat qilishini ta'minlab beruvchi turbalardan foydalanganmiz. Mana shu ko'rinishda yuqori eshigimiz yopiladi. Bu kotolimizda ham ko'rib turganingizdek ligirovka qilish imkoniyatlariga ega bo'lamiz. Pastki shlaklarni tozalash eshigi mana bu ko'rinishda. Mana shlaklarni olish uchun qulay holatda hosil qilingan. Ko'mirni yig'ish olish uchun ko'mirxonasi hosil qilingan. Hop, bu kotolimizda ham havo purkash kanallari ikki taraflama bo'ladi. Ventilator o'rni 330 vatli ventilator qo'yamiz. Talabga qarab turib, demak 500 vatgacha qo'yish tavsiya qilinadi. Relay o'rni hozircha qo'yilmagan. Demak, havo purkaydi. Aylanma harakat bilan oldi tarafdan ham purkash imkoniyatiga ega bo'ladi. Yonboshdan aylanib kelib, yonboshdan ham purkash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu kotolimizda ham xuddi birinchi kotolimiz singari tozalash eshigi quyidagi holatda yuqorida joylashgan. Qurimlarni orqadan tozalash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Dimoxod uchun maxsus uyasi, bu yerda ham dimoxod yuqoridan qo'yiladi. 200-220 diametrdagi turbalardan mo'ri holati bo'yicha foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Zaklopkalar qo'yilgan, bosim ostida tekshiriladi. 3 atmosfera bosim ostida tekshirish imkoniyatiga egamiz va tekshirib taqdim qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu kotolimiz 2026-yil bosh hisobidan 30 million so'mga yasab taqdim qilinmoqda. Xo'p, kotollarimizni qanday holatlarda qancha joyga qo'yish holati bo'yicha ham qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, 60 kilovatli kotolimiz minimum 200 kvadrat metr joydan 1000 kvadrat metr joygacha qo'yib ishlatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Teplitsa holati bo'yicha ham demak 20, ya'ni 2 sotix joydan 10 sotix joygacha bo'lgan holat bo'yicha qo'yib ishlatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Agar pasportning danniylari bo'yicha aniq o'zini holati bo'yicha ishlatadigan bo'lsak, 6 sotixli teplitsaga qo'yib -30 gradusgacha demak teplitsa haroratini to'liq ushlab berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Keyingi kotolimiz demak keyingi kotolimiz ham 2 sotixdan 6 sotixgacha bo'lgan hududga qo'yish imkoniyatiga ega bo'lamiz. 200 kvadratdan 600 metr kvadrat joygacha bo'lgan hududni isitish maqsadida foydalansak bo'lamiz. Demak, o'zini pasportning danniylari bo'yicha bu kotolimiz 40 kilovatga ega. 40 kilovat quvvatda, demak, 4 sotixli teplitsani -30 gradusgacha bo'lgan haroratda ushlab berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Kotollarimiz amalda ko'plab teplitsalarimizga yasab berilgan, sinovdan o'tgan kotollar. Har xil demak issiqxonalarda vaholanki xususiy maktab, xususiy bog'chalarda ham o'z faoliyatini olib bormoqda. Hurmatli kuzatuvchilar,
Demak, eslatib o'taman. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahrida o'z faoliyatimizni olib boramiz. O'z Chinangar nomi bilan buyurtma asosida har xil quvvatdagi, har xil demak, turdagi isitish qozonlarini buyurtma asosida yasab berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.